aholi punktidan ancha uzoq, keyin u joyda hali qurilish ishlari davom etyapti-ku, ikkita joyda. Hozir yerda asfalt qilinsa, katta mashina erta ham yuradi u yoqqa, bu yoqqa yo'l chetini qazib qo'ygan. Qoronqul mahallasi yangi mahalla kirgizganmiz biz. Ko'rgan bo'lsanglar kartasini, u o'tgan yili driver loyihaga kirgizganmiz. Driver loyiha bo'lib, o'sha yerga asfalt yetib chiqqan qismidan qolgan 200 metr qismi qolgan. O'sha joy qo'yib berilgan. U yerda hozirgi kunda to'g'ri aytib 3 ta obyekt ketyapti. Umrniston, Nyu-York, keyin anaqa o'zi Kikki o'zida 3 ta qurilish ketyapti, 3 ta obyektda. Bu qurilish obyektlarning hamma narsasini hisob-kitobi qilingan. O'sha bu обычный ichki yo'limiz masalan 20 tonnagacha mo'ljallanadigan bo'lsa, u yerda o'tgan yil ham o'sha qildirgan asfaltimiz 40 tonnagacha mo'ljallanadigan yo'l qilib qilingan. Negaki birinchi zernat deydi, bu frezat deydi. Frezatdan chiqqan asfalt bilan qoplama bilan qoplab, undan keyin shebinini shag'alini solib, keyin asfalt bosilganda o'shaning hisobiga bu taraf endi bizaniki примерно masalan may oxirlari iyunni boshlariga boradi bu dasturimiz. Eng tezlashtirgan variantimizda iyun oylarida ham asfalt qotgan bo'lamiz. Imkon qadar harakat qilamiz bu o'sha qurilishlari sal sekinlashgan paytgacha o'sha borishga, ancha bitib qolish paytigacha. O'sha uning bo'stonimiz ochiladigan. Nyu-Yorkda ketyapti, kekchiligiga ham o'sha katta ishi qolmadi. O'sha kemani aytyapsiz. Oqim kuchayadi-da, Mayovga o'sha juda o'tda hamma yoqda ayni bahorda ular mavsumi. Bahor kuz sezonida juda odam kuchayadi. Shuning uchun o'sha qilinganda, shu kelayotgan mehmonlarning anaqasini olib, san qulay sharoit yaratish maqsadida. U hisobga olingan. Rahmat. Yana savollar bormi? Rahmat. Savollar yo'q, taklif bor. Qo'shimchani mablag' kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, transport xarajatlari boshqa xarajatlarda bu xarajatlarni moliya bilan ishlab turib, doimiy komissiyada ko'rib chiqishni men taklifini berardim, mahalliy byudjet doimiy komissiyasi. Chunki qaysi mablag'dan olyapti, nimaga olyapti, nima sababdan qancha mablag' olayotganini bilishimiz kerak-da. Ma'lum. Chunki transport xarajatlari ham kam bo'lmaydi-da. Kamida 100 ming, 200 ming ketib qoladi. Buni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi doimiy komissiya. Obodonlashtirish transporti bormi tashkilotda? U transportni nima deydi? Mana deylik 300 metr joyga asfalt qilmoqchi bo'lsak, 300 tonna asfalt ketadi. Obodonda ikkita samosyol bor, ular 6 tonnadan olinadi. 6 tonnadan kelib 300 metr joy 3 kun asfalt qilmaydi. O'shanisi bor. Kamida 25 tonnalik mashinada masalan tez yetkazib turish kerak bo'ladi. Bunda real qaraganda uspet ulgurmaydi. U 6 tonna bilan 25 tonna bitta 6 tonna bitta mashina to'rtga qilgani bu bitta qiladi. O'shaning hisobiga. Keyin bu taklifimizga buni biz qo'shimcha mablag' ola olmaymiz bunga. To'rtdan to'rt faqat ichida o'ynatamiz. Yo'q, men shu maqsadda aytmoqchiman. Ertaga bu boshqa xarajatni boshqa yoqdan qoplaymiz deb ular ham o'yin qilmasin degan maqsadda aytyapman. Ertaga shaffof bo'lsin hammasi. Ertaga masalan qanchadir asfalt o'rniga qanchadir yoqilg'i transportni shunaqa yopmasin degan maqsadda men o'sha narsani ichida o'ynataylik degan taklif. Xuddi shunday. Mablag' kerak bo'lgan bo'lsa, byudjetdan to'lab berdik. Ichim asfaltdan bilib ketgandan ko'ra qo'shimcha olib turib, yaxshi qilib olish kerak. To'ppa-to'g'ri. Faqat mana shu summani ichida o'ynatamiz. Boshqa summa olmaymiz. Rahmat. Yana savollar bormi? Agar savollar bo'lmasa, bu masala doimiy komissiyada muhokama qilingan. Hozir qaror loyihasini tayyorlashgan o'sha so'z doimiy komissiya raisi Ahmed Fatullayga. Bo'ston tuman obodonlashtirish boshqarmasi bosh muhandisi Toyir Hoshimovning hisobotiga asosan tayyorlangan kengash qarori loyihasi doimiy komissiyasi xulosasi. O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 24-moddasiga asosan tuman obodonlashtirish boshqarmasi bosh muhandisi Toyir Hoshimovning Bo'stonliq tuman obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi ichki yo'llarni saqlash va joriy ta'mirlash bo'yicha 2026-yil uchun dastlabki manzilli ro'yxatni tasdiqlash to'g'risidagi hisoboti 2026-yil 19-mart kunidagi agrar qurilish, kommunal sohalar, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiyaning yig'ilishida tinglandi.
Tiyinlangan hisobotda Xalq deputatlar Bo'stonliq tuman kengashining 2025-yil 30-dekabrdagi 7/18/18/10/136/K25 sonli hamda Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-oktyabrdagi shaharlar va boshqa aholi punktlari, ko'chalari hamda xo'jalik yo'llari infratuzilmasini yanada takomillashtirish to'g'risidagi 665-sonli qarorlariga asosan tumanning ichki yo'llarini ta'mirlash bo'yicha manzilli ro'yxat kengashi deputatlari takliflarini inobatga olgan holda ishlab chiqarilganligi yuzasidan ma'lumot berildi. Tiyinlangan hisobot batafsil muhokama qilinib, kengash qarori loyihasi ishlab chiqildi va kengash kotibiyatiga taqdim etildi. Kengash qarori loyihasi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlari hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining kengashining 2025-yil 28-yanvardagi 54-sonli hamda 55-sonli qarorlari va qonunchilik texnikasi talablari asosida ishlab chiqilgan. Doimiy komissiya a'zolari ishlab chiqilgan qaror loyihasini tasdiqlab berish maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Sifatli o'sha aholimizga ko'p yillar davomida xizmat qilgan bo'lishimiz kerak. Chunki bu asfalt har kuni bo'ladi. Chunki asfalt tayyorlashlari, bunaqa masalan ko'p joyda asfaltlarni ko'ramiz, asfaltlar ketganda qattiq cho'p ketadi, qattiq boshqa bo'ladi. O'shalar hammasini oldindan hammasini ishlarini amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Endi shaxsan nazoratsizga olasiz masalan. Shularni. Mana shu masala bo'yicha ishlab chiqilgan qaror hammaga tarqatilgan, hammaga tanishib chiqqan bo'lsanglar kerak. Shu qaror loyihasini ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Birinchi masala bo'yicha qaror loyihamiz qabul qilindi. Rahmat. Endi hurmatli deputatlar, kun tartibiga ikkinchi masalaga o'tamiz. Ikkinchi masalamiz Bo'stonliq tumanida 2026-yil 1-mavsum ochiq byudjet axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida eng ko'p ovoz to'plab g'olib bo'lgan takliflarga fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan mablag'lar ajratish to'g'risida tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i birinchi o'rinbosari Turab Eldor Rahmonbekov ishga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. 2026-yil 1-mavsumida tashabbusli byudjet jarayonlari doirasida Moliya vazirligining Open byudjet sayti orqali fuqarolar tomonidan 160 milliard 910 milliard so'mlik 111 ta takliflar qoldirilgan. Shundan 21 milliard 811 million so'mlik 19 ta taklif komissiya a'zolari tomonidan ko'rib chiqish natijalariga ko'ra o'sha dasturga tushgan takliflar qabul qilinganligi uchun rad qilingan 19 ta takliflarimiz. Qolgan 139 milliard 99 million so'mlik jami 12 ta taklif mas'ul tashkilotlar tomonidan qayta hisob-kitob qilinib, umumiy qiymati 139 milliard 879 million so'm etib belgilandi hamda ovoz berish jarayoniga o'tkazildi. Ovoz berish jarayoniga o'tkazilgan jami 92 ta takliflarga 60.374 ta ovoz berildi. Ovoz berish yakunlariga ko'ra jamg'armada shakllangan mablag'lar doirasida eng ko'p ovoz to'plab umumiy qiymati 19.626 million so'm bo'lgan 12 ta takliflar g'olib topildi. G'olib bo'lgan jami 12 ta loyihalardan 11 tasi ichki yo'llarni asfaltlashtirishga, bittasi 54-maktab. Unda bitta g'olib bo'ldi, jami 2 g'olib. Toshkent, undan tashqari Oliy Majlis Deputatlar palatasi tomonidan hozir nima berilgan? Qarorga asosan bitta o'sha okrugdan bitta loyiha g'olib deb topish taklifi surilgan. Toshkent viloyati 7-saylov okrugi deputati Jumayev Jasur Alimbayevich tomonidan tanlab olingan Sejak mahallasida g'olib bo'lindi. Jami 13 ta loyiha Bo'stonliq tumanida. Hurmatli deputatlar, 12 ta loyiha, bitta Sejak mahallasini tanlab olingan loyihalarni
tomonidan tanlab olingan loyihalarni g'olib deb topilgan loyihalarni tanlab olgan, o'sha loyihalarni tasdiqlab berishlaringiz moliyalashtirish kerak. Rahmat. Mana hozir 12 ta loyihamiz tumandan moliyalashtiriladi. Oliy Majlis deputat tomonidan tanlab olingan loyiha bu respublika byudjetidan moliyalashtiriladi. Mana buni nazorati kimda bo'ladi? Balki sizda bo'ladi, tumanniki. Nazorat bizda bo'ladi. Nazorat sizda bo'ladi. Tushunarli. Endi nazoratda bizlar bo'lishgan nimasi? Mablag' bilan ta'minlash, vaqtida hisob raqamlarini ochib, loyiha smetalarini ishlab chiqish, bo'lgan xarajatlarni vaqtida nima qilib berish bizda bo'ladi. Shunga buyurtmachi mutaxassis bo'ladi. Bu masala ham doimiy komissiyamizda muhokama qilingan, qaror loyihasi tayyorlangan. Hozir bu masala bo'yicha doimiy komissiya raisi Majid Usmonovga beramiz, axborot eshitamiz. Xulosangizni beramiz. Bo'stonliq tumani iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Turobov Eldor Rahmonberdiyevichning hisobotiga asosan doimiy komissiya xulosasi. O'zbekiston Respublikasining mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida qonunning 24-moddasiga asosan Turopovning Bo'stonliq tumanida 2026 yil 1-mavsum ochiq byudjet axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida eng ko'p ovoz to'plab, g'olib bo'lgan takliflar fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan mablag'lar ajratish to'g'risidagi hisoboti 2026 yil 26 mart kuni mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiyasining yig'ilishida tinglandi. Tinglangan hisobotda 2026 yil 1-mavsum tashabbusli byudjet jarayonlari uchun fuqarolar tashabbusi jamg'armasi maxsus g'azna hisobvarag'ida 20 milliard 751 million so'm miqdorida mablag'lar shakllantirilganligi, ovoz berish natijalariga ko'ra 12 ta loyiha g'olib deb e'lon qilinganligi ma'lum qilindi. Turopovning hisoboti batafsil muhokama qilinib, kengash qaror loyihasi ishlab chiqildi va kengash kotibiyatiga taqdim etildi. Kengash qaror loyihasi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlari hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2025 yil 28 yanvardagi KQ 54/5-sonli hamda KQ 55/5-son qarorlari va qonunchilik texnikasi talablari asosida ishlab chiqilgan. Doimiy komissiya a'zolari ishlab chiqilgan qaror loyihasini tasdiqlab berish maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Shu bilan birga o'sha 1 milliarddan ortiq mablag' qolgan o'zidan aytdik. Shu mablag'ni ikkinchi mavsumdagi loyihalarga qo'shib berish talab etildi. Rahmat. Mana xulosani tingladik. Deputatlarda yana savollar bormi? Agar deputatlarda savollar bo'lmasa, shu masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini hammaga tanishib chiqqansizlar. O'sha qaror loyihasini ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Shu masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasi bir ovozdan ma'qullandi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, endi kun tartibidagi 3-masalani muhokamasiga o'tamiz. 3-masalamiz Bo'stonliq tumani hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'laridan foydalanish to'g'risida tuman hokimligi o'rinbosari Islom Akmal Hamidulla o'g'liga so'z beramiz. Marhamat aka. Yana bir bora assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-fevraldagi 2026 yil hududlarda yangi yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarorining 49-sonli qaroriga muvofiq 2026 yil 1-martdan boshlab mahalla yettiligi xulosasiga asosan ijtimoiy reyestrda turgan birinchi guruh nogironligi bo'lgan hamda oilasida mehnatga layoqatli a'zolar mavjud bo'lmagan oilalarning uy-joy sharoitini yaxshilash maqsadida xonadonlarni devor va tom qismlarini izolyatsiya qilish, energiya tejamkor deraza, eshiklar hamda quyosh panellari yoki gidroelektr o'rnatish ishlari amalga oshirish belgilangan.